Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor. Salom janob, men doktor Rajeshman. Two questions. Menda ikkita savol bor. I have read that about Muhammad oxirgi payg'ambar the bo'lganini final o'qidim. prophet. Nima uchun bu oxirgi va yakuniy payg'ambar ekanligi ta'kidlangan? And are you Bu afraid of sizning a new yangi one payg'ambar and paydo if bo'lishidan God qo'rqishingizni decides anglatadimi? to send a new one, Agar don't Xudo you take yangi the one payg'ambar and yuborishga otherwise qaror का qilsa, दीदार करना uning चाहता paydo हूं, तो bo'lishidan इसमें siz मिलता xursand क्या bo'lmaysizmi? Two questions. Birodarimiz ikkita savol berdilar. Birinchi savol, nima uchun siz oxirgi payg'ambar Muhammad ekanligini har doim ta'kidlaysiz? Agar Xudo boshqasini yubormoqchi bo'lsa, u shunga qodir emasmi? Va oxirgi savol, agar Xudo yangi payg'ambar yuborishga qaror qilsa, unda siz nima qilgan bo'lardingiz? Men keyin oxirgi savolingizga qaytaman. Shunday qilib, birinchi savol, nega Muhammad payg'ambar oxirgi payg'ambar ekanligini doimo ta'kidlayman. Nafaqat men buni ta'kidlayman, Vedalar ta'kidlaydi. Qur'oni Karim